Hammaga assalomu alaykum bolalar. Hozir tegama o'yin boshlandi. Hozir bularda 100 dema o'zimiz klanni bolasi, mahallani bolasi, bu yerda mashinik. Qani mashinik? Mashinik M24 olgan ekan. Hozir M24 tashab o'zini topib chiqadi. Boshlaymiz bolalar. Qarab ko'ramiz kim yutishini. Spadisa qilib o'zida egallayapti. Timasiga suqi. Voy, qanday bu? Qanday urush bu? Menimcha mashinadagi menimcha 416 da yaxshi o'ynamasa kerak. Endi bo'lmaydi, yaxshi o'ynamasa kerak. Endi yaxshi endi otib turibdi, xato qildi mashinik to'g'ri gap. Chunki faqat naklon qilib turdi yoki pinni ko'tarib oldi, ya'ni aniqam bilmayman. Hozir ko'ramiz, ha. Pinda 20 pin, mashinik o'tirib nimadir kutyapti. Mashinik chiqib ketdi o'yindan. Bo'ldi, o'yin yopildi bolalar. Yo'q, interneti. Internet ishlamayapti ekan. Demak, ikkalasi kutib o'tiribdi, nimadirlar gapirishyapti, shekilli o'shyapti. Bular. Qani bolalar, ko'ramiz oxirgacha. O'yinni ko'ramiz. Nimani kutyapti bolalar? Nimani kutyapsizlar? Aytinglar. Hozircha short 2-0. Bizning mahallamiz bolasi, bizning klanimiz bolasi 2-0 ga yutyapti. Hozir ekan o'zining pozitsiyasi bilan yashiryapti deyman. Mashinik sekin bunaqasi o'ng tarafdan bosib borishga harakat qilyapti. O'ta Krisali ketmayapti. Normal edi. Mashinik pozitsiyani kutyapti. Mashinik qarasa xato qilib qo'yish mumkin. Angar ichidan hech chiqmayapti. Sekin angardan chiqib qolsa bu Dima o'tdi. Angardan chiqish kerak emas edi. Mashinik internet yaxshilamas ekan mashinik. Internet rosa pini rosa ko'taryapti. Pini menimcha bir 677 qolyapti, bir 200 pin bo'lib qolyapti. Buni Dimadan o'zidan tushunib yetdi, Dima otyapti. Xato qilyapsan Dima. Otmay turib, internet ishlamay turgan bolani hozir ko'ramiz. Mashinikda internet yaxshilayapti. Bizda faqat 20 pin ko'rinib turgani uchun. Mashinik menimcha hozir o'yindan chiqib, o'yinni vaqtida yakunlasa kerak. Aytdim bolalar. O'yin yakunlandi. Qaroch xabar beramiz. Mashinikda internet ishlamadi. Qaytadan ochamiz.